Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir Andijon Eti shahardamiz. Mana ko'rib turganinglardek bu tarafda Demonova masjidi va shu yerda mana qizil fonda turadi. Umra safariga bormoqchi bo'lsanglar, shu yerga bemalol kelaverasizlar. Demonova masjididan o'tganinglarda bir 100 metrcha yuriladi. Hozir ichkarilarni ko'rsatamiz, savol-javob bo'ladi. Xudo xolasa barcha savollarga javoblarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz sizlarni Safo Marva jamoasi bilan tanishtirib chiqamiz. Bu yerda menejerlar xonasi, bu yerda o'zimizni call centerimiz. Kelishingiz mumkin. Bu yerda hozirgi kunda suhbat olib ketyapti klientlar bilan. Buxgalteriya bo'limimiz bu. Umra safar bo'yicha suhbat qilsak, Bo'ldi aka. Odamlarga bir yangiliklar bo'lsa, o'shalarni aytib o'tsak. Birinchi navbatda hozir manzilni tashqaridan tushuntirdim. O'zidan bir qator aytib o'tsangiz. Manzilimiz Andijon viloyati Andijon shahri, Eski shahar, Demonova ko'chamizda. Reyslar qanchada bo'ladi? Bir haftada 3 kun dedingiz, adashmasam. Ha, bizning reyslarimiz Andijonda bir haftada 3 kun, har seshanba, payshanba, yakshanba kunlari hamda bizning Namangandan Toshkentga reyslarimiz bor. Ha, Andijondan, Namangandan, Toshkentdan. Misol uchun vohalilar telefon qilsa, vohadagi akalarimiz yoki opalarimiz Toshkentdan uchsa bo'lar ekan. Toshkentdan uchsa bo'ladi. Qulay. Vodiylar bo'lsa Andijon, Namangandan tanlab ketsa bo'lar ekan. Sizlarda qanaqa servislar mavjud? Ya'ni misol uchun odam keldi, kelgandan keyin jarayon qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib administratsiyaga uchraydi, keyin u yerda qanaqa narsalar, xizmatlar ko'rsa bo'ladi? Bizni kelishiga mijozlarimizni kutib oladigan menejerlarimiz kutib oladi. Menejerlarni o'zlari kutib olib, o'zlari tushuntirib, qanaqa servislarimiz bor, Madinada necha kun bo'ladi, Makkada necha kun bo'ladi, hamma yo'qini tushuntirgandan keyin biz shartnoma qog'oz beramiz. Shartnoma qog'ozdan keyin buxgalter yuborib, buxgalter bilan ozgina gaplashib muloqot. Hisob raqamlar beriladi. Hisob raqamlari shotdan, bankdan yoki kartadan o'tkazsa bo'ladi. Necha kun bo'ladi umra safarlar? 10 kun, 14 kun yoki har xil. Hozirgi kunda Andijondan 13 kunlik, Toshkentdan 14 kunlik. Toshkentdan ketsa 14 kunlik 14 kunlik bo'ladi. Aha. Endi keyingi narsa, u yerga borgandan so'ng necha kun, misol uchun Madina, necha kun Makkada, yana boshqa joylarda ham bo'ladimi yoki faqat shu? Bizni borgandaglar o'zi misol uchun Andijondan har seshanba, payshanba kuni Jiddaga uchsa, har yakshanba Madinaga. Madinaga qo'ngandan keyin Jiddaga qo'ngandagilar Madinaga boradi. Madinada 2 kunduz, 3 kecha bo'ladi. Madina sayohati, Makka sayohati bo'ladi. Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Uhud tog'i, Qubo masjidi hamda Ravzaga olib kiriladi. Madinada 2 kun, 2 mahal taom beriladi. Shunaqa. Makkaga borgandan keyin? Makkaga borganda Makkada 11 kun, Makkada 3 mahal o'zimiz o'zbek milliy taomlar, o'zimizni asakali, o'zimizni anjancha inshaalloh taomlar bo'ladi. Hamma, misol uchun hamma yerliklar anjancha taomlanishi mumkin. Anjancha taomlanishi mumkin, xudo xolasa. Umra safaridan tashqari boshqa joylarga borish imkoniyati bor. Masalan, dengiz ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, obyektивно bor. U biz o'zimizning firmamiz tomonidan Makkada Qizil dengizga olib borib olib kelishlik firmamiz tomonidan. O'zingizlarning hisobingizdan. O'zimiz hisobimizdan. Keyingi narsa transportlar. Madinadan Makkaga borish uchun o'zingizlarda maxsus avtobuslar bor. Maxsus avtobusimiz bor. Xo'p, keyin yotoqxona masalasi qanaqa bo'ladi u yerda? Madinada 200-300 metr uzoqlikda bo'ladi. Makkada uzoqligi 2 kilometr uzoqlikda, piyoda yursa 1.6, 1.8 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Gostinitsalarimiz Makkada Al-Jabriya bo'ladi. Al-Jabriya qurilganiga 2-yili bu yil, xudo xolasa yangi qurilgan yangi mehmonxona hamda qo'shimcha Sunut Majrishin degan mehmonxona bor. Shu mehmonxonaga foydalanamiz. U yerda servislar qanaqa bo'ladi? Servislarimiz xudo xolasa juda bir go'zal. Inshaalloh o'zbeklar o'zlari kutib olishadi. Eliboshlarimiz bo'ladi. Eliboshlar o'zlari samolyotda kelish qo'ngandan keyin aeroportda, Saudiya aeroportida qo'nib olgandan keyin Saudiya aeroportidan kuzatib, Saudiya aeroportidan kutib olib, inshaalloh o'zlari. Demak, kelishgandan ketishguncha birga do'st bo'lishadi inshaalloh. Xizmatda bo'lishadi. Qaytishayotganda nimadirlar beriladimi sizlar tomonidan? Biz qaytishimiz tomonidan ketayotganda har bir umra boshiga hojilarga bittadan 5 litrli zamzam suv beriladi. 5 litrli zamzam suv beriladi. O'zlari birorta joyga bormoqchi, qanaqadir tog'larga yoki boshqa joyga, unaqa xizmat o'zingizlardami yoki o'zlari alohida yana chiqib nimadir qilsa bo'ladi? Unaqa xizmatlar hozir bizda yo'q. Keyinchalik qilishimiz mumkin, lekin hozir bizda unaqa xizmatlar yo'q. O'zlari ham bemalol aylanishsa bo'ladi. Lekin o'zlari aylanishsa bo'ladi. 11 kun mobaynida Makkada chiqish mumkin. Bemalolchilik. Qanaqadir chegirma yoki shunga o'xshagan narsalar bo'ladimi? Misol uchun bitta oiladan oilaviy hammamiz ketamiz deb qolishi mumkin. Unaqa bo'ladi aka. Bitta oilada, misol uchun biz oilamiz 5 kishimiz, 4 kishimiz, 10 kishimiz, shunaqa bo'lsa chegirma asosida qilib beramiz. Xudo xolasa chegirmalar bo'lar ekan. Endi narxlarni ham bir qator aytib o'tsak, masalan, to'g'ri, sizlarning sohalarda narxlar o'zgarib turadi. Bugungi kundagini aytaylik. Misol uchun bilmaydi, ertaga qanaqadir ko'tarilib qolishi mumkin yoki tushib qolishligi mumkin. Hozirgi kunda Andijondan uchadigan reyslarimiz $1,050 dan qilib beryapmiz hozir shu sanalarga.
Xudo xohlasa narxlarimiz lekin o'ynaydi. Misol uchun Ramazon payti narxlar o'zgaradi. Yanvar oyining oxiriga, fevral oyiga boshlangan narxlarimiz o'zgarib turadi. Taxminiy, misol uchun Ramazon sezon kelyapti, qancha bo'lib qolishligi mumkin taxminan? Endi uni ham bilmayman. Taxminan hozir kunda boshi birinchi 10 kunligi 1100 bo'ladi, ikkinchi 10 kunligi 1200. Qadr kecha hayit namozini o'qib qaytib kelishiga 1400-1500 atrofida chiqadi. Ha, endi haligi hoji bo'laman deganlar shu vaqtda ketiladimi yoki Qurbon hayitida ular? U Qurbon hayitda bo'ladi, hoji. Hojilik bizda hajiga yo'q, faqat umra safari bo'ladi. Umraga borishadi. Endi hayit namozini Ramazon hayiti bo'ladi. Ramazon hayitini u yerda o'qib kelishadi. Ha, zo'r. Taxminiy hozir bitta oiladan 5 ta odam chiqdi. Bugungi kunda narxida qancha chegirma qilsak bo'ladi? Endi kelib ko'rishib gaplashamiz. Qilib beramiz, ha. Alohida gaplashamiz bo'ladi. Keyingi narsa, ketilayotgan odam uchun sizlar tomonidan yana nimalar berilishi mumkin? Misol uchun kiyimmi, qanaqa narsa? Bizda kiyimlarimiz ham o'zgacha, boshqalardan ancha farqlanib turadi. Bizga ayollarga abaya beramiz, qo'l kalta abaya beriladi, erkaklarga nimcha beriladi, kamzur, undan keyin sumkamiz bor. Sumkamiz ichidan har bir sumkaning ichidan jaynamoz chiqadi. Sumkamiz afzalliklari bu 2 xonali bo'ladi. Xudo xolasa bu yerda dokumentlarni, oziq-ovqatlarni solsa bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda sumkamiz pastida joynamozlar chiqadi o'zi. Har vaqtda o'zi bemalol yo'lga bo'lsa ham solib, bemalol o'qib ketsa bo'ladi. Undan tashqari afzalliklari bilan yana bitta afzalligi bu yerda erkak kishilarimiz tapishga ichadigan joyda tapishkani dokumentlar ichiga emasdi. Bu yoqqa solsa bo'ladi, bemalol alohida xonasi bor buni. Bu tapishkalar uchun ekan. Tapishkalar uchun bemalol. Boshqa yoq kiyimlarga solsa bo'lar ekan. Ha, asosan tapishka kiyiladi, ha. Xudo xolasa bemalol shuni anaqa qilsa bo'ladi. Hop, bunisi nima endi? Bunisi abaya bo'ladi, ayollarga. Ha, bu sumka ayollar. Erkaklarga shuna qarang. Erkaklarga xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat lekin bunisi yo'q bo'lmaydi. Faqatgina abayasi bilan nimchasi farq qiladi xolos. Ha, bu erkaklarga qo'limdagi. Ha, qo'lingizdagi erkaklar. Ha, bu ayollarga bo'ladi, abaya bo'ladi. Ha, bu sumka bilan maxsus beriladi. Ha, maxsus beriladi. Mana bu tarafda erkaklarga buni ham bitta qanday chiroyli ko'rsatib qo'ysak, kiyib ko'rsatsangiz ham mayli. Bo'ladi. Mana ajoyib qora rang turar ekan. Bu juda chiroyli. Bu yoqqa pasportlarni, boshqa narsalarni, kerak narsalarni solsa bo'ladi bemalol. Zo'r. Pastda ham sho'rtaklari bor ekan. Ha, xudo xolasa. Bo'ldi. Rahmat ketagan. Boshqalardan ajralib turadi ancha. Zo'r. Rahmat. Bizda ehromlarimiz ham bor. Ehromlarimiz har xil momiqi, paxtasi zo'rib ehromlarimiz. Bizda 2 xil ehromimiz. Bitta bunaqasi. Bunisi ham yomonroq ehromimiz xudo xolasa. Ehromlarimiz 2 xil bo'ladi. Inshaalloh. Hamda yaxtaylarimiz ham bor. Erkaklar yaxtaylar ko'chadan xarid qilib o'tirib, o'zimiz kelib, ishingizni bitirib ketaverasiz. Bu narsamiz ehromning kamarlari. Ha, tushib ketmaslik uchun kamari. Cho'ntaklari bor hamma yo'q xudo xolasa. Ishimiz 100% bizda bitib ketadi. Kelasiz, paket sotib olasiz, bizga sovg'alarimizni beramiz, hamda shu yerdan ehromini, liboslarini olib chiqishingiz mumkin. Safo marva eng zo'ri, kutib olamiz. Demak, asosiy narsa ular ketayotgan odam kiyimini olsa bo'ldi ekan, qanaqadir kerakli tabletga boshqa narsalarni olsa bo'ldi ekan, u yerga yemoq-ichmog'i, hamma narsasi, kelib-ketish xizmatlari ham demak o'zingizlarning hisobingizda. Bordi keldi biletlari, u yerdagi Madina sayohati, Makka sayohati. Ham shuni narxda ichida. Bizning vizamiz turist viza bo'ladi. 1 yil mobaynida Saudiyada 6 marta 14 kun oratib kirib chiqsa bo'ladi yoki 90 kun mobaynida yashash imkoniyati bor. 90 kun bittada. 90 kun bittada yashasa bo'ladi. Ha, kimdir qolib ketaman desa, qolib ketsa ham bo'ladi. Qolib ketsa bo'laveradi. Ha, yaxshi, zo'r. Sizlar odam yig'ayotganda, ketish vaqtida hamma aeroportda uchrashadimi yoki shu ofisga kelib turib, keyin olib ketiladimi? Bizda misol uchun 6-kun reysimiz bor deylik. Misol uchun 6-kun ertaga reysimiz bo'lsa, bugun kelishadi yoki 2 kun oldin yoki 1 kun oldin chaqiramiz, suhbat o'tkazamiz. Yosh kattalar, yoshlar, oilalar hammasi kelib suhbat o'tkazib, o'zimiz tushuntiramiz hamma yo'g'ini. Umraga borgandan keyin qanaqadir narsa sotib olmoqchi bo'ladi. O'sha narsalarda tarjimon kerak bo'lib qoladi. O'zingizlarda shu narsa bormi yoki ular translator boshqa narsa qilib turadimi? Yo'q, bizda o'zi 50 yoshlarimiz bor. 50 yoshlarimiz xudo xolasa arab tilini bilishadi. Keyin u yerga borsangiz, o'zi bizni o'zbeklar qiynalmaydi. O'zbekchani ham tushunishadi ular. Hammasi o'zbekchani bilish o'rgan. So'mni aytib turishadi. Narxni aytib turishadi. Xudo xolasa o'zbekchani bilishadi ular. Zo'r. Demak, umumiy ma'lumotlarimiz shular ekan. Yana birorta savoli bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysa, o'zingizlar ham javob berib turaverasizlar. Xudo xolasa javob beramiz. Tepadagi telefon raqamlari ishlaydi. Telegram, Instagram kanallar ham bor. Bor ekan. Bo'ldi, ularni ham opisiyaga qo'yib qo'yamiz. O'tib olasiz,
yangiliklarni bilib tursa bo'ladi. U yoqqa ham narxlari boshqa narsalar bo'yicha ma'lumotlar joylab turasizlar. Borib turamiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. Keyingi narsa mana bitta ko'pchilik hali ishonchli, ishonchsiz degan narsalar bo'lib qolishligi mumkin. Bu yerda o'zingizlarda litsenziyalar ham bor ekan. Safomarov litsenziyamiz bor. Ha, eng asosiy narsa shu bo'ladi. Eng asosiysi shu litsenziya. Agar litsenziyasi yo'q bo'lsa, demak u yoqda ishonch bo'lmaydi. Ishonch bo'lmaydi, qolib ketib qoladi. Xavf darajasi bo'ladi. Ancha har doim ko'rayotganda litsenziyasini bilib turib qilish kerak. Keyingi narsa shu ofis bor. Masalan, boshqa joylarga telefon qildi. Jarayonni hali tushunishmaydi-da ba'zi odamlar. O'shani bir qator aytib qo'ysak, to'lovlar masalasi qanaqa bo'ladi? Misol uchun bank orqali shot raqam beriladi, bank orqali tushirilsa bo'ladi. Hammasini to'lovini qilib bo'lgandan keyin uchib ketiladi, to'g'rimi? Yo'q, bizda misol uchun qanchadir miqdorda zaklab berib turib, uchib ketishidan bir kun oldin chaqiramiz ofisga yoki aeroportda ko'rishganda aeroportda bersa bo'ladi. Ha, demak, ko'rishgandan keyin qolgan qismini to'lasa bo'ladi. Bersa bo'ladi, ha. Bo'ldi, unda yana ham zo'r bo'ladi. Endi hali zakat qancha bo'lishi kerak bo'ladi? O'shani ham zakat o'rtacha shu so'mni hisoblaganimizda bir 2 million 400 ming, 2,5 million atrofida bo'lishi kerak. Taxminan 20% cha bo'lar ekanda. Shunaqa $200 atrofida bo'ladi. 20% ni to'lagandan keyin qolganini ko'rishganda bersalar bo'lar ekan. Umumiy ma'lumotlar shular. Tepadagi telefon raqamlariga telefon qila olasizlar. Like bilan qanaqadir komment bo'lsa yozib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat Ketekan aka. Ishlaringizga baraka.